Modal fe'llar haqida ikkinchi darsimiz bilan davom etamiz. Ularning zamon fe'llari, masalan, present simple, past continuous, future simple kabi zamonlardan farqlari nimada degan savolga javob beradigan bo'lsak, demak, modal fe'llar avvalambor to'g'ridan to'g'ri fe'l bir bilan ishlatiladi. Masalan, deylik, I can go, he must speak, she could listen degan misollar kabi kelgandek, ular hech qanday to yordamchi fe'lini olmasa, demak, to'g'ridan to'g'ri modal fe'l va fe'l bir bilan ishlaydi. Ikkinchi farqi, modal fe'llar ushlanmas ekan. Masalan, deylik, I can speak in English. Men ingliz tilida gapira olaman. Sen ingliz tilida gapira olasan desam, you can speak in English. U ingliz tilida gapira oladi desam, yigit bolaga nisbatan he can speak in English degan shaklda. Zamonlarda qanday edi desa, eslasak, masalan, present simple zamonida yangi mavzumuz u ingliz tilida gapiradi desam, he speaks in English deyman. Lekin men ingliz tilida gapiraman desam, I speak in English. Demak, olmoshiga qarab, egasiga qarab tiklanish holati zamonlarda bor. Yes qo'shimchasini olishi bor. Lekin modal fe'llarning birinchi shakli yo'q ishlatiladi. Va demakki, modal fe'llarning so'roq va inkor shaxslari o'zidan hosil. Masalan, deylik, biz must modal fe'lni oladigan bo'lsak, men dars qilishim kerak desam, I must do my lesson. Men dars qilishim kerak emas desam, shuni inkorga aylantirib, I must not do, I mustn't do my lesson. So'roq gapda men dars qilishim kerakmi desam, must I do my lesson. Faqat shu yerda bitta modal fe'l bor. Bu umumiy qoidalardan istisnodir. Bu have to degan modal. Have to, has to degan modal fe'l hozirgi kelasi zamonda, demak, ehtiyoj jihatdan qilish kerak degan ma'noni anglatadi. Demak, bir narsaga ehtiyojimiz bor va u narsani qilish kerak bo'lsa, shunda biz have to degan modal fe'ldan foydalanamiz va u uslanar ekan. Masalan, I ga nisbatan we, they, you olmoshlariga nisbatan have to va fe'lning birinchi shaklida keladi. I have to buy some new pencil tomorrow. Men ertaga biroz yangi qalamlardan sotib olishim kerak. Demak, shunga ehtiyojim bor. Endi shuni o'ylaymiz. He olmoshi, she olmoshi va it olmoshiga nisbatan mana shu yerda have to emas, has to va fe'lning birinchi shakli. Masalan, yigit bola qalam sotib olishi kerak desam qanday bo'ladi? To'g'ri. He has to buy some new pencils tomorrow. Inkor gap shaklida ham I, we, you, they olmoshlariga nisbatan don't have to, he, she, it olmoshlariga nisbatan esa mana bu yerda doesn't yoki does not have to degan fe'l birning shakli ishlatiladi. Masalan, I don't have to buy some new pencils tomorrow. Ya'ni men yangi qalamlarni ertaga sotib olishim shart emas. Shunga ehtiyojim yo'q demoqchi. Shuni qiz bola sotib olishi shart emas desak qanday bo'ladi? To'g'ri. She doesn't have to buy some new pencils tomorrow. So'roq gapda kelganda esa do olmoshni, ya'ni yordamchi fe'lini olmoshlarimiz I, we, you, they dan oldinga qo'yamiz. Agar shu olmoshlarimiz mana bu yerda he, she, it bo'lsa, undan oldinda does yordamchi fe'li, he, she, it va orqasidan have to va fe'lning birinchi shakli qo'yiladi. Masalan, do you have to buy some new pencils tomorrow? Sen yangi qalamlar sotib olishing kerakmi deydi. Masalan, yigit bolaga nisbatan u yangi qalamlar sotib olish shartmi desak qanday bo'ladi? Does he have to buy some new pencils tomorrow? Ko'rib turganingizdek, bu modal fe'l oldingi modal fe'llardan farqi, bu o'zidan keyin to
yuklama va helper bilan kelishdir. Demak, davom etamiz. Must modal fe'li va have to modal fe'llari haqida qo'shimcha izohlar olamiz. Must modal fe'li u hozir kelasi zamonga nisbatan ehtiyoj jihatdan, maslahat berishda, taqiq qo'yishda kabi holatlarda kerak deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Masalan, you must do that. Sen uni qilishing kerak. Buyruq berishing kerak. He must do his homework every day. U uyga vazifasini har kun qilishi kerak. Bu yerda demak ehtiyoj borligini anglatadi. U har kun vazifa qilishi uning ehtiyoji ekan. O'sha maslahat jihatdan berilganda ham, masalan, you must eat an apple every day desam, sen kuniga har kun olma yeyishing kerak deb tavsiya bergan bo'ladi. Inkor shakli mustning mustn't yoki must not bilan hisoblanib, orqasidan fe'lning birinchi shakli keladi. Ya'ni I, he, she, it, we, you, they mustn't yoki must not bilan kelib, fe'lning birinchi shakli bilan keladi. U taqiq berishda ishlatiladi. I mustn't talk during the lesson. Men dars vaqtida gapirmasligim kerak. Gapirishim mumkin emas. Bu taqiq. She mustn't be late for class. Bu darsga kech kelishi mumkin emas. Have to va has to dedik. Esda bo'lsa, bu uslanar edi. I, we, you, theyga nisbatan have to bir va he, she, itga nisbatan has to va fe'l bilan keladi. Ehtiyoj jihatdan kerak deb tarjima. Demak, e'tibor bersak, must modal fe'li ham, have to modal fe'li ham ehtiyoj jihatdan kerak ma'nosini beradi. Lekin must modal fe'li yana taqiq berishda mumkin emas degan ma'noni anglatar ekan. Must modal fe'li burch jihatidan bir narsani qilishda ham kerak ma'nosini anglatar ekan. Va must modal fe'li maslahat berishda ham kerak ma'nosini anglatar. U kengroq ma'noda ishlatiladi. Have to esa faqat ehtiyojim bor degan ma'noda kerak ma'nosini beradi. Ikkalasi ham hozir ikkalasi ham. Mana bir misol. I have to do my homework every day. Men uyga vazifani har kun qilishim kerak. Ya'ni shunda mening ehtiyojim bor. She ga nisbatan kelsa, she has to do that. U shuni qilish kerak. U uyga vazifasini qilish kerak degan misolni she ga qo'ysak, she has to do her homework every day degan. Inkor gap shaklida I, you, we, they olmoshlariga nisbatan don't have to fe'l bir, he, she, itga nisbatan doesn't yoki does not have to fe'l bir shaklida keladi va ehtiyoj yo'qligini anglatadi. Masalan, you don't have to sit down. Sen o'tirishing shart emas. Degan nisbatan he doesn't have to leave the classroom. U sinf xonasidan chiqib ketishi shart emas degan ma'noda kelyapti. Xo'p. Demak, aytib o'tdik, yana bir marotaba takrorlasak zarar qilmaydi. Have to modal fe'li va must modal fe'llari ma'no jihatdan o'xshar ekan. Ikkalasi ham ehtiyoj jihatdan kerak ma'nosini berishi mumkin. Faqat must modal fe'lining ma'nolari ko'proq dedik va must modal fe'li qarang, to'rtdan to'rt fe'l bilan keladi. Have to bilan kelib, orqasidan keyin fe'l bilan. I have to do my homework. Ya'ni men uyga vazifamni qilishim kerak. I must do my homework. Hech qanday to yuklamasi qo'shilmasdi. Va demak, mustn't modal fe'lni aytdik. U taqiq berishda ishlatiladi. Ya'ni qilish mumkin emas deb qilinishi mumkin. Lekin have to'ning inkor shakli don't have to va doesn't have to'lar ehtiyoj jihatdan shart emas ma'nosini beradi. Mana tarjima qilamiz. You don't have to buy your teacher a present. Tarjimasi: sen o'qituvchiga sovg'a olishing shart emas deyapti. Mustn't bilan bersam, u taqiq, mumkin emas deb beradi. Masalan, you mustn't buy your teacher a present degani sen o'qituvchiga sovg'a olishing mumkin emas. Keling, bitta misol aytaman. Dars davomida telefon ishlatishing mumkin emas desam qanday bo'ladi? To'g'ri. You mustn't
use your phone during the lesson. Va oxirgisi must modal fe'l inkor shakli, must not va fe'l bir yoki mustn't fe'l bir shaklida kelar ekan. Talaffuz qilinganda t harfi tushib qoladi va mustn't deymiz, ya'ni mustn't emas, mustn't ketadi. Xo'sh, mana bu yerda aytgandek, you mustn't buy your teacher. Ya'ni o'qituvchinga sovg'a olishing mumkin emas. Mana modal fe'llar haqida yana juda ko'plab must modal fe'li, have to modal fe'llari bo'yicha va don't have to, doesn't have to, mustn't to bo'yicha mashqlar berilgan. Gaplar tuzing, gap tuzilganda modal fe'llarni yanada yaxshilab tushunasiz va misol